İchkariga kirdik. Bu tarafidan, balkon tarafidan kirdik. Hurmatli tomoshabinlar. Mana bir komnata. Xo'p. Buna ikkinchi komnata. 3 ta komnata bu yerda. Masalan, lesa mishay qilyapti. Bu yerdan balkonga chiqadigan xod. Bu yer garderob bo'lar ekan. Bu yerga apshipka qiladi, ko'ramiz. O'sha aniq bo'lib qoladi. Peregorodkalarni tayyorlab qo'yapti. Mana bu yerda bu yer samozel, dushovoy, akposhkalari bor. Yana bir komnata derazasi bilan. Mana shu yer zal bo'ladi ekan-da, mana shu yer zal, katta zal, ham kuxnyalarda zal, kuxnya, komnata, yana bitta komnata, 1 2 3 4 xona bo'lgan. Samozel, vaqt nimaga balkonga chiqadigan tarafda garderoblari bo'lar ekan. Yaxshi. Hozir penaq qo'ygan ekan. Bu tarafga kirmaydim. Derazalar tayyor. Shunday. Patologlarni urdi, stiklovat qildi, polni tayyorlab tayyorlagan. Endi chistovoy boshlanadi. Hurmatli tomoshabinlar, ishimiz yaxshi ketyapti. Chiqamiz balkondan. Eshikni regrovka qilamiz dedi qani. Yerdan regrovka qiladi. Hurmatli tomoshabinlar, like qo'yingizlar. Yana 3-4 kundan keyin videosini chiqaramiz. Like qilish kerak ekan, kraska qilinadi. Polni ish ketyapti. iyunda oxir videosi chiqib edi. 4-qismi. Bu endi 5-qismi bo'ladi. 9-iyun bo'lsa, bugun 16-iyun. 7 kun, 8 kundan ichida mana shuncha uy tayyor, usti polni tayyor. Endi bitishga qilish kerak. Oyoq-oyoq yana bir haftalik ishi bor. Keyin elektrik keladi. Ulardan video qilib asosda tayyorlayveraman. Videoni oxiriga qadar ko'rib, bittadan like bosib, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Biz zatinla atvet qilamiz nasib qilsa. Mana shunday stroykamiz ketyapti.